3 kunda pul kerakligi uchun 99 mingga bo'lsa ham berib yuboraman deyaptilar. Puli borlar pul tiksa, lekin namanli foyda qilib oladigan joyi. Olmazor tumani Sog'bondamiz 3 soatlik mana shu generalniy remontdan chiqarilgan uchastkamizni 99 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Agar tepasida yana pul bilan kelsanglar, kelishtirib berishlari ham mumkin, yana bilmadim. Qaytarib o'taman. Hovlimizda 3 soat, mana bu yoq tarafda yana bitta xonasi bor ekan, katyolxona, lekin ko'rdim razmerlari katta. Bemalol, boshqa bitta xona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Endi qaranglar, ikkinchi mana zal bilan spanniymiz. Bu zal katta ekan, mehmonlar uchun juda ham zo'r mo'ljallangan. Bu yoq tarafdan spanni naborlari bilan berib yuboraman deyaptilar. Yangi hali ishlatilmagan. Kelin tushirish uchun juda ham zo'r variant. Bu yoq taraf mana detskiy bo'ladi, bu yoq tarafda mana spanniga bo'ladi, o'zini ichida mana sanuzellari bilan bemalol. 50 metr masofada mana maktab, shunaqa stankasi ham bor bemalol. Maktab plashatkasi mana 50 metrda. 50 metr ham chiqmaydi. Hop, bu yoq tarafdan katta ko'chaga ham 50 metrda chiqib ketsanglar bo'ladi, ikki yoq tarafdan ham. Iltimos qilaman, adashmanglar, egalarining raqamlari har doim tepada bo'ladi. Meni raqamim reklama uchun degan joyda pastda bo'ladi. Shunaqa narxiga mos bo'lgan uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi bu joyga.